O'g'limdan ayrildim. O'qigan ishiga yarasha. Giyohvandlik nafaqat inson balki jamiyat hayoti, undagi xotirjamlikni xatarga qo'yadigan illat. Unga ishqibozlik ortidan topiladigan mo'may daromadga ishqi tushgan Farg'ona shahrida istiqomat qiluvchi yigitga ham ayon edi bu. 1992-yilda tug'ilgan gumonlanuvchining 2 nafar farzandlari bor. Go'yoki telefon savdosi bilan shug'ullanayotgan Qo'shtirnoqdagi ishbilarmonning faoliyati aslida boshqa. Zahri qotil savdosi, o'zgalar hayotini zaharlash ortidan ro'zg'ori kamini to'ldirishni odat qilgan ekan. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi hamda davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda ayon bo'ldi bu. Ma'lum bo'lishicha, gumonlanuvchi oilasi bilan istiqomat qilayotgan Farg'ona shahar Tabassum mahalla fuqarolar yig'inidagi yashash xonadonida 10 gramm gashish giyohvandlik moddasini saqlab kelayotgan ekan. Bundan tashqari manzildan sotish maqsadida saqlab kelinayotgan yana 10 kilogramm 960 gramm OP giyohvandlik moddasi topilib belgilangan tartibda daliliy ashyo sifatida olingan. Olisizlar, ko'ryapsizlar. Sog'a keling. Nima bu? 11 kilogrammga yaqin og'u bir emas bir nechta yuzlab oilalarni parokanda qilardi. Agar huquqni muhofaza qiluvchi idoralar xodimlari tomonidan uning qing'ir savdosiga chek qo'yilmaganda. Ayni vaqtda mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va dastlabki tergov harakatlari davom etmoqda.